Mana bunday oq dog'i bor insonlar bilan ayrimlar ko'rishishmaydi, ayrimlar esa pes kasalimisan deya murojaat qilishadi. Bu hech qanday pes kasalligi emas. Bu kasallikning nomi vitiligo deb aytiladi. Terini disxromiya, ya'ni rang buzilishi bilan kechadigan kasalliklar guruhiga kiradi. Germaniyadan keltirilgan Photofinder apparatimiz bor. O'sha onasi oq dog' bilan olib keldi. Miyazma yordamida tekshirganimizda bu yerda hol tashxisi tasdiqlanadi. Bundan tashqari yana misol keltirishim mumkin. Mana vitiligo kasalligi namoyon etgan aniqlangan bu yerda vitiligoligiga amin bo'lganimizdan keyin har bir bemorga individual tekshiruv rejasi va davolash rejasini belgilab beramiz. Vitiligoni klinik bosqichlari bo'ladi. Ko'payish bosqichida, uni stabil bosqichida va uni repigmentatsiya bosqichida, har bir bosqichda davolash individualni belgilanadi. Misol uchun ko'payish bosqichida ko'proq vitiligoni to'xtatish uchun maxsus fizioterapevtik muolajalar bo'ladi. Stabil holatga keltirib olganimizdan keyin vitiligoni xirurgik, ya'ni o'sha jarrohlik usuli bilan zamonaviy hujayralarni ko'chirib o'tkazish usuli bilan davolashimiz mumkin. To'g'ri tanlangan markaz va shifokor sizdagi vitiligo kasalligini bemalol davolay olishi mumkin. Hammasi juda oson. Vitiligo kasalligining davosi bor.